Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ekopen mokriy ishlarimiz 6 ta ko'z bo'ldi bu yerda. 6 ta oraliq. Stullar o'ralgan. Pastlar alka bo'lmagan. Aynagi o'zini aynagidan bo'ldi. O'zini rangini aynagidan. Hop. Eshigimiz balkon bo'ldi. Zamogan balkon har doimgidek. Ochilib yopishlari. Juda go'zal bo'ldi. Romlarimiz ikkita bu yoqda bo'lgan, ikkita o'rtadagi eshik bo'lgan. Bu yer ham balkon. Bu yerda ham yopishlari. Juda go'zal bo'ldi. Rezinkalar kalti bo'lib qolmagan. Hop. Boshqa ishlar mana eshik kichkina hisobiga ko'taraveradi ishlar. Bunga ham umuman kalti olmagan. Eshigimizni chakalari ham zo'r kelgan. Chak ochilib boshqa bo'lib qolmagan. Romlarimizda har bittasida bittadan ochilish bo'lgan. 60 li ispangiletlarda. Yerimizda portichkamiz va padagonligini ham qo'yib berganmiz. Bu yerda ham ikkita ochilish bor. Bu ham ochilish. Keyin portichkalar ham bor bu joyda. Portichkalar qaychi qo'yilgan. Prostoy osha-mosha qo'yilmagan. Yarimta ochiladi, chiroyli ochilish bo'ladi. Narigi chekada ham portichkasi bor. Havo aylanishiga. Tashqaridan ko'rinishlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabki ustomonlik ishlari bepul. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar.